Umrimni oxirigacha bitta uchastkada maza qilib yashayman desanglar, mana shu variant bitta ko'ringlar-da. Juda ham sifat bilan, mehr bilan qurilgan 5 sotili uchastkamiz Ibn Sino Beltepa atrofidan uchastka qidirganlarni aniq qiziqtira oladi. Manzilimiz Beltepaning bu yoq tarafi Sohibkor ko'chasi bo'ladi. Mana shunaqa mahallada joylashgan shu uchastkamiz. Planirovkasini ko'rishimiz mumkin. Darvozaxonaga kamida 4 ta mashina bemalol sig'adi. Zeleniy zona, tapchani joylarni ko'rdinglar, letniy kuxna, sanuzullarga ham ega bo'ladi. Asosiy binoni tushuntirib beradigan bo'lsam, kirishimiz mana shunaqa katta hol bilan boshlanadi. Xonalar ketma-ket joylashgan. O'ng qo'lda birinchi xonamiz, katta yotoqxonasi, alohida sanuzul bilan birga. Bundan tashqari bitta katta zal, mehmonxonani ko'rishimiz mumkin. Plus bitta kuxnyamiz ham kattagina razmerda joylashgan. Endi ikkinchi etaj keladigan bo'lsak, jami 4 ta xona joylashgan bo'ladi. Bittasi katta zal, mehmonxona ko'rinishida. Bitta bolalar yotoqxonasi, uni razmeri ham katta ishlangan. Plus bitta katta yotoqxonasini ko'rishimiz mumkin. Alohida sanuzul bilan birga bo'ladi. Bundan tashqari yana bitta bolalar yotoqxonasi va bitta umumiy sanuzulni ko'rishimiz mumkin. Binoning tep podvali keladigan bo'lsak, yaxlit holatda, uni o'zi ham bir nechta xonalarga bo'lib tashlangan. Kotelniy xona, xolodniy xona, xullas barcha sharoitlari bor. Xullas uchastkamizning binosi 450 kvadrat maydonga ega bo'ladi. Atmosferasini ko'rdinglar. Uchastkamizning narxini $395 ming deyishyapti. Kelishiladigan joyi bor. Pastda egalarining nomeri.